Ana shu qo'zi qo'chqarlar 5 oylik ekan, sentyabrda tug'ilgan deyapti egasi. 4 milliondan 8 millionga olibdi. Mana shu sovliqni 2 million 800 ga sotdik, o'zim sotib oldim. Mana shu bola sovliq 7 million 700 ming ekan, bermay turibdi egasi. Bolasi qo'chqar ekan. $10 milyon kami bor. 70. Mana shu bola sovliqlarni sotib olishibdi. Bolalari qo'chqar ekan. 18 millionga olishibdi. Sotandi. 18 ga. Bola qo'chqar. Qizlar ham juda chiroyli ekan. Mana shu sariq qo'chqarni o'zi 3,5 deyapti egasi. Bola sovliq ekan, ena bola 5 million 600 ga. 5 million 200 oldu. Mana shu kuni mashakamiz sotib olibdi. 3 million qo'chqar ekan. Erkak bo'lib kelgan. 3 million. Bu ikkovini qo'chqar so'ng 3,5. Ularchi mana bu ikkovi. Ular ham 3,5 qiladi. Biri qo'chqor, biri so'l. Qo'chqar so'liq 2-3 oylik qo'zilar. 2 oylik a? Ha, 2 oylik qo'zilar. Narxi ekan. Bu ikkovi qo'chqarmi? Ikkovi qo'chqar. Qo'chqor qanchadan aka? 3 ta ekan. Bu ikkovi so'l. Mana shu qo'chqarlarning sharida kam. Sizga arzon 3,5. Bu ikkovi so'llar ekan. Sog'liqmi? Erkakda. Mana shu qo'chqarlarni Ko'rgan men so'rganim bo'ladi. 6 milliondan so'rayapti, egasi sotmay turibdi ekan. Shu qo'chqarni 6 million 200 ming so'rashyapti ekan, egasi sotmay turibdi. Mana shu qo'chqarni 6,5 ga sotmay turibdi egasi. 6,5 beryapti. Aka hali tish buzmagan-a? Yo'q. Yaqinda 2 yosh bo'ladi qo'chqar. Pichmani 9 berishyapti. Qo'chqar. Qo'chqar desa ham bo'lmaydi. Pichma ekan. Yana bola qo'yni 8 kam bor deyapti. Mana uni. Buni qancha dedingiz? Bu 8,5 kam bor, bu 8,5 bor bunisi. Ben qo'chqarlik 8,5 kam bor ekan. 8 kam bor ekan. Ikkovini ham bolasi qo'chqar ekan.
Aka barakasini bersin.